Assalomu alaykum yaqinlarim, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Bugungi obzorda Jitur avtomobillarining Nasiya savdoga eng kam qancha bilan chiqadi? Bu haqida sizlarga to'liq ma'lumotlarni yoritib boraman. Videoga like bosib, oxirigacha ko'rishni maslahat beraman. Bu videoni ko'rganingizdan keyin Nasiya savdoga moshina olmoqchi bo'lgan yaqinlaringizga yuborib qo'yasiz. Qani unda boshladik. Jitur modelining yangisi Jitur X50 avtomobilini salonda shunday holatda $3600 Nasiya savdo bilan sizlar 5 yilgacha kelishilgan summa asosida avtomobilni xarid qilsangiz bo'ladi. Bu mashinamiz 1.5 turbo dvigatel va 4 ta Porsche 156 ta ot kuchi. Balonlari ham yumshoq, almashtirmas, 360 gradusli kamera, 5 ключевой достуp. Salonlarga ham e'tibor berasiz. Premium darajada juda ham chiroyli dizaynga ega. O'rindiqlar barchasi eko koja bilan jihozlangan va lyuki ham bor. O'rindiqlari isitadi. Orqa tomondan ko'rinishi juda ham chiroyli dizayn. Orqasi ham men bu mashinani orqasini Mercedes, oldini BMWga o'xshatdim. Juda ham chiroyli dizaynda chiqqan. Bundan tashqari bu tarafda Suis S09 7 ta o'rindiqli mashinamiz. Qiziqqanlar bo'lsa, bu gibrid hisoblanadi. Gibrid mashina xarid qilmoqchi bo'lganlar, buni ham aka shu $7000-8000 bilan Nasiya savdoga chiqazib beraman, 5 yilgacha bo'ladi. Salon dizayni bitta ko'rib qo'yasiz. Juda ham chiroyli bu ham. Bu juda ham sodda ishlangan va oshiqcha narsalari yo'q, knopkalar hammasi monitorda bo'ladi. Barda xolodilnik, o'rindiqlar isitadi, sovutadi. Juda ham chiroyli, katta panorama tom. E'tibor berasiz, 7 ta o'rindiqli bo'ladi. Orqa kengligiga ham alohida e'tibor berasiz. 7-o'rindiq ham juda ham keng. Va orqa ko'rinishlari. $7000-8000 bilan Nasiya savdoga chiqazib beramiz. Bu tarafda Suis S07. Bu mashinamiz gibrid emas, benzinda yuradi. Bu shu 70 pluslar bilan o'xshash mashina hisoblanadi. Suis S07. Salon juda ham chiroyli, mana Mercedesga o'xshatib qo'yishgan. Bu tarafda o'rindiqlari, e'tibor berasiz. Ligirovkasi elektronli bo'ladi. Qiziqqanlar bo'lsa, podsvetkalari ham 64 xil yonadi. Podsvetkalar. Bu ham 7 ta o'rindiqli mashina bo'ladi. Pastda nomerlar qoldirib qo'yaman, telefon qilib to'liqroq ma'lumot olsangiz bo'ladi. Buni ham shu aytib o'tganimizdek $6000-7000 bilan Nasiya savdoga chiqazib beraman. Jitur X70 mashinasiga buni $4600 to'lov qilasiz. $4600 dan Nasiya savdoga chiqazib beraman. Bu benzinli varianti, 4 ta Porsche 1.5 turbina bu ham. 7 ta o'rindiqli bo'ladi bu ham. Salon qismiga bundan o'rindiqlar isitadi. Salon polniy eko koja bilan jihozlangan. Orqa dizayni. Qiziqqanlar bo'lsa, promoy okalar shu salondan xarid qilsangiz bo'ladi. Ofitsialniy diler 5 yillik kafolatini beramiz mashinalarga. Bu ham X70 birinchi pozitsiyasi bo'ladi. Bu arzonroq variantda chiqadi. Ko'rishingiz mumkin. 7 ta o'rindiqli. Dashing mashinasiga qiziqqanlarga, Dashingga okalar $4700 bilan Nasiya savdoga 5 yilgacha olsangiz bo'ladi. $4700 bilan. Oylik to'lovlari Instagram Tillo Avtopro Instagramga kirib ko'rsangiz bo'ladi. Inglizchasiga yozasiz, Tillo Autopro deb yozsangiz chiqazib beraman. Oylik to'lovlar to'liq ma'lumotlarni Instagramda yoritib boramiz. Dashing o'zi ko'pchilik qiziqishadi va bilishadi Dashingni ko'proq ayollarimiz ishqiboz bu mashinamizga. Sababi bilmadim endi, sportivniy mashinami ekan. Qanaqadir ko'p ayollarda ko'rganman bu mashinani. Va bu tarafda G4 2 mashinamizga qiziqqanlar bo'lsa, $7000 bilan Nasiya savdoga 5 yilgacha chiqazib beramiz. G4 2. Bu mashina taqdimoti yaqinda bo'lib o'tdi T1ni. T1 gibrid holatda ham chiqqan, benzindagi holatda ham chiqqan. Qiziqqanlar bo'lsa, kelib mashinani haydab ko'rsangiz bo'ladi. Bu T2ni shu eng fullini $7000 ga, ya'ni birinchi pozitsiyasi emas, eng fullini $7000 ga Nasiya savdoga 5 yilgacha chiqazib beramiz. Offroad mashinalar qiziqadigan okalarimiz uchun orqa dizayni o'ta kruto chiqqan bu mashina bor. Davotchilari ham bor orqasida. Bosasiz, ochadi. Juda ham chiroyli. Va shundan surib qo'yasiz, o'zi tortib oladi. $7000 bilan Nasiya savdoga mana shu katta crossoverni xarid qilsangiz bo'ladi. Qiziqqanlar bo'lsa, manzilimiz Namangan shahar, Do'stlik bozori, Promzonaning yo'lida joylashganmiz. Pastda ko'rsatilgan raqamlarga telefon qiling, sizga lokatsiya tashlab berishadi. Avtosalon kelib, hamma modellarni test drive ko'rsangiz bo'ladi. Nasiya savdo, rassrochka, avtokredit
leasing tartibda, ya'ni siz qora ro'yxatda bo'lsangiz ham, xullas hamma variantlar bizning avtosalonimizda mavjud. Xafa bo'lib kelishingiz mumkin, lekin xursand bo'lib ketasiz. Eng qulay bo'lgan shartlarni faqat men siz uchun chiqazib boraman. Videoga like bosib, menga obuna bo'lib qo'yishni esingizdan chiqarmang. Instagramimizga kirib obuna bo'lib qo'ying, sababi u tarafda polni oylik to'lovlar haqida ma'lumotlarni berib boraman. Hammaga rahmat, sog' bo'lasizlar, charchamanglar. Avtosalon kelsangiz, o'zim shu yerda bo'laman.